Bilasanmi, sening bu o'zini bilmagan ukang qimor o'ynab qarzdor bo'libdi. Men aholimdan savdogarlarning qarzlarini aytish uchun huzurimga chaqirsam-u, qarzlarni beradigan mening o'g'lim bo'lyapti. Javob ber. Faqat bir martagina o'ynagandim, ota. Bor yo'g'i bir marta o'ynading. Menga esa buni hisobini bera olmayapsan. Buning hisobini Allohga qanday berasan? Shaytonning iflos ishlaridan ekanligini, gunohligini bilmaysanmi qimorni? Men butun islom dunyosi uchun axloqni o'rnak bo'lishga harakat qilsam-u, yonimdagi o'g'lim razil ishlar bilan mashg'ul bo'lsa, men buni qanday izohlayman? Allohga buning hisobini qanday beraman? Qanday beraman? O'zi birinchi marta o'ynaganim uchun yutqazdim. Jim bo'l. Yo'qol oldimdan. Yo'qol.